Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İslam və biz proqramımızın 103-cü saniyyə görüşlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Qadirli görmədlərimiz, uzundan buyan davam qılıb atqan proqramımızda hər bir müsəlman çoxum roşan dəlil isbat üstü düşünüş kerak bolğan xilma-xil temalarda ayrım mavzu şəkildə huzuruna sunub kilovatımız. Allah ömür bəgən müddətcə dinimizdə şunda xilma-xil temalarda davamlı halatda xalqimizni özümüz başta elbette bu derslerninki muhatabi xitap qılınğıçısı elbette en başta özümüz dep qaraymiz. Özümüz başta buluş bilen birge qolumuzdan kelgancha xalqimizga bu ma'lumotlarni berishga davom qilamiz. Rabbimning hammamizga amal qilish, bilganlarimizga amal qilish ne'matini ato qilishini Allohdan tovanchilik bilan so'raymiz. Aldı bilen programımızın aziz daimlik mehmini hemen tanışıp olan hürmetli ustaz Şarkı Türkistan Ölüm Ala Birliği azası şunakla Dünya Müslüman Alimler Birliği azası Abdurrahman Cemal Kaşgari'ni teklif kıldık. Kıymetli vaktin çıkarıp kadem teşrif bayılı için köp rahmet ediniz. Allah razı olsun. Qadirli görmədlərimiz programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arqılıq Nəx Meydandan tarqıtılıb atıda. Ekran alda çıxıb durub atqan nömrimiz şundaqla ictimai fikir vasitələrdəki əlaqə vasitələrimiz arqılıq proqramımızға əlaqədar hər qandaq fikir təklif bolsa, berişanlarının suallarına bolsa, soruşunlarını ümid qılımız. Şundaqla köplügən qaydaşlarımızın faydalanışı üçün həm bəhərləb qoyuşunu həm unutmayısınlar. Bugünkü temamızı günün elanımızda bəgəndək iman bilən intizamını ayırıb qaraşdan ki xatirinin haqqında toxtulduğanlığımız dedik. Elbette bir qancha bölümdən bu yan 103 bölüm sözləyən bolsaq aslında başdan tatib biz iman bilan hayatımızın hər qandaq bir sahəsidəki hər qandaq bir işinin biz aytqan iman bilan ayrım narsa emasligini tushundirib kelyapmiz hamda. Meyli ticaretçi bulaylı, meyli oquvchi bulaylı. Biz aytqan, biz keltirgan bu imanning hamma sohaga zanjirsimon tutishganligi bir-birisi bilan munosabat ekanligini tushuntirib kelyapmiz. Bu oxirgi bir qancha bölümdə bekrak to'xtalib atgan, texnik tafsili to'xtalib atgan mazmunlardan biri. Bevosita kirib kelsak ustozimda olsa, bugun iman bilan intizomni ayirib qarashning xattirini tushuntirish bilan boshlagan bo'lsak mavzuyimiz bo'yicha. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hem sana peygamberimizge dua salamlar olsun. Bir kısım Müslümanlar ya ki ta'kidlab aytgan vaqtida ko'p sondagi musulmonlar islom dini harom deb qaragan ishlarni qilishdi olsun yoki kundalik turmushi, yurish turishi munosabatlik yoki savdo satqiga munosabatli ishlarda bu shariatning ko'rsatmalariga va qoida tuzumlariga yoki intizomlarga bo'ysunmaslikda olsun bu kafirlar bilan beslashib menayotgan bir holat shakllanmoqda. Masalan, Bitcoin. Buni ko'plaganlar biladigan. Bu xiyoliy bir savdo. Xiyoliy bir savdo dinimizda halolmi, halol emas. Buni apsatayotganlar bormi, da. O'zininki qo'lida bo'lmagan narsani apsatayotganlar bormi? Masalan, cho'ng bozorda necha million dollarni o'zining imkoniyatidan ortiq savdo kirish sababi bilan ziyon tortgan ahvollar mavjud. Shundan paychaga kirib halol harom deb ayirmasdan xato yo'lga munkar ish kirgan, shariatning intizomlariga bo'ysunmagan ahvollar mavjud. Shunga o'xshab nurg'unlagan misollar topildi. Masalan, buningga yana boshqacha nuqtadan qaragan vaqtimizda bu bir qism musulmonlarning shariat cheklagan, to'sqan ishlarni qilishi, qoida tuzumlariga bo'ysunmaslikda bu imanni ijtimoiy hayotdan, kundalik hayotdan ayırganlıktan xatirini tövendeki halatdan bilib olgan. Bu sebeptenki musulmonlar hayotga qarasak yolg'onchilik, vafosizlik, va'da qilgan bo'lsa va'dasi tutmaslik, kelishim ahdidan tuzgan bo'lsa uningga vafo qilmaslik, boshqalarning huquqiga rioya qilmaslik, ommaviy huquqlarni o'zininki shaxsiy mulkiga aylantirib olish, boshqalarning huquqini dafsanda qilish, ommaning mol-mulkini halol sanash, majburiyat, mas'uliyatdan qachish degan o'xshash bir bo'lik ijtimoiy illatlar maydon keldi. Xo'sh. Barliq keldi, evcanmoqda kunni kun. Buning sababi nima desa,
dinimizdeki qoida tuzumlari intizomlarga amal qilmaganlik va bunaqa bo'ysunmaganlikdan kelib chiqadi. Bu tekrar burun degandek bir gapni ham deymizki, masjidki ibodatlarimizda intizom bo'ysunish yaxshi. Boshqasi qarag'at. Ammo ijtimoiy ibodatlarimizda shariatning ko'rsatmalariga bo'ysunish ba'zilarda yaxshi, ba'zilarda ig'ir darajada passiv. Bo'libmi pul muomalaga kelgan vaqtida halol harom qaramaslik. Bu ish to'g'rimi, xatomi deb so'rab qilmaslik ahvollar xayr ig'ir. 5 vaqt namozni tashlamaydigan, xali ko'p sondagi ilg'or deb qaralgan ba'zi qarindoshlarimizmi xato ishni qilib bo'lib endan keyin so'raydi. Men bu ishni qilib ekanman, to'g'ri bo'libdimi, xato bo'libdimi deb. Aslida dinimizning hukmi bo'yicha bir narsani bilmay qolib qolsa, u ishningki to'g'ri xatoligini yoki halol haromligini bilmay qolib qolsa, dastlab so'rash uning iymoniy majburiyati. Xato yo'q dastlab sanmaslik uchun. Ammo afsuski bizning qarindoshlarimiz xato ishni qilib bo'lib, da'vo so'g'ini qildigan, fatvo so'g'ini qildigan bu xil bir passiv bir vaziyatga kirib olmoqda. Musulmon bo'lmagan bir qism millatlarning hayotini qarasak intizomchan. Ular o'zininki qoida tuzumlariga nisbatan intizomchan. Avlodlar qarasak-mı intizomchanlikni rioya qilish uchun tarbiyalangan. Jamiyatning ijtimoiy tuzumini hurmatlash asosida cho'g'ilgan. Xo'sh. Mayli maktab hayotida bo'lsin va boshqa hayotida bo'lsin. Demak, bular ijtimoiy tuzum, ijtimoiy intizom rioya qilganlik sababidan bu musulmon bo'lmagan bir qism millatlarning hayoti qarasak, dunyolik ishlar oldiga qarab mavjud. Turmushlari qarasak, rivojlanibdi. Ish harakatlari jonliq ketib boribdi. Masalan, ilm ma'rifat yuksalanibdi. Aqli iqtidori bilan ishlab chiqargan narsalarni musulmonlar dunyosiga eksport qilib, musulmonlarning mol-mulklarini jalb qilib o'tibdi. Musulmonlarning aqlini kontrol qilib o'tibdi. Masalan, biz iste'mol qilayotgan elektronlik uskunalarga qarasak, ko'pincha musulmonning diyoridan kelgan narsamiz. Buni sotib olgan vaqtida musulmonlar o'zining qon tariga kelgan nurg'un kuch bilan kelgan puli bilan, dollari bilan uskunalarni sotib oladi. Nurg'un pul sirtqa eqib ketadi. Amaliyat. Bu musulmonlarning bir intizomchanlik bilan ish qilib, ilmiy harakatga qadam bosib, islom dini buyurganchiligini bo'lsa, o'zi ijod qilib, nurg'un pul sirtqa oqmaydi. Xo'sh. Aqlini kontrol qilib olgan narsa emas. Bugungi yoshlarimiz qarab boqaylik. Uning jismi o'yda bo'lgan bilan, jismi ota-onasininki oldida bo'lgan bilan, uning fikr dunyosi, tasavvur dunyosi, xiyol dunyosi, orzulari, intilishlar tamallari xiyoliy dunyo cho'glab yurmoqda. To'r dunyosidagi har turli ijtimoiy uchur vositalariga ta'sirlanish, ideaviy jihat zarlanish bilan xiyoliy dunyoda aqlini yo'qotmoqda. Bu reallikmiz, amaliy reallik. Ammo afsuski musulmonlar amal qilish, ish harakat qilgan qoida qonuniyatga bo'ysunib ish qilish, sabab chora bo'yicha ish qilish, intizomga bo'ysunish iborat. Bu ish amal qilmaganlikda dunyoni og'ir qilmoqda, ishlari ta'tir ketmoqda. Bugungi musulmonlarning hayot qarasak, qoida tuzumga bo'ysunmaslikda passiv ahvollar xali ko'p. Masalan, vaqtga rioya qilmaslik. Mayli bir yig'ilish bo'lsin, to'y-to'kin bo'lsin, yoki bir chaqirish bo'lib qolsin, 2-4 bilan qildigan. Xo'sh. Bu xil illatlar jamiyat ko'rinib turibdi. Qatnash qoidalariga bo'ysunmaslik, xizmatningki qoida tuzumlariga bo'ysunmaslik, ahdi kelishimlarga yoki va'da kelishimlarga bo'ysunmaslik degan o'xshash nechalar misollarni ko'rib olgan bo'ldi. Bu sababdan musulmonlarning turmushlari oldiga qarab ma'murdi. Bu illatlar sababli musulmonlarning turmushlari kundan kuniga ta'sirlashmadi. Bu nuqtada ko'plagan musulmonlar tepiladigan vaqtga beparvolarcha muomala qilish bilan va boshqalarning huquqiga ahamiyat bermaslik iborat ishga misolni bu tuvandagi nuqtada elib ko'rsak bo'ladi. Demak, biz gapimiz xulosalgan vaqtimizda intizom, qoida tuzum, shariatning ko'rsatmalari, qoidalari, prinsiplari amal qilmagan vaqtimizda, mayli siyosiy hayotimizda bo'lsin, savdo-sotiq hayotimizda bo'lsin,
Gündelik yürüyüş duruşumuzda olsun, fikir ideya dünyamızda olsun bir kalaymakançılık, buzgunçuluk, halaket yolu kep çıkar. Neticede dünyanın akıl kaldırgan, pasif hale çıkıp kaldırgan, başkalarga gaday olup kaldırgan bir halet şekilde. Bu bizden hayatımızdaki emir reallıklar. Hoş. Ustadım da hakikaten yukarıda söylep ötkenlerde mesela elbette özümüzün içindeki mevcut bazı tüzüşki tekiştik vaqt qırayqımasını ayırmazdır sorayım bu iman bilen vaqtını ayırıp etip qarashlan meselesini. Yukarıda tilgilip ötken mesela İslam'dan sırt dinsizladiki terakkiyat buladiki her xil mesela intizamcılık o bu neslerini tilgilip bulamında hop ketdi deb qarash. Mesela bu kapırlarning maqtash kategoriyasiga ularga hayron bo'lish, havas qilish kategoriyasiga kirib qolamdi. Qanday ya bu biraz zilmasli bo'lganlik uchun biraz bir başka bir millet kim bo'lsa qaytnasi. Yaponni misol qilaylik mesela bizning Iroq, bizning Uyg'urlar yaxshi qaraydigan. Xo'sh. Bir millet deb qaraydi. Ulardagi ish harakat mas'uliyati. Gerçi ular ish qilib bakmagan bo'lsa-ham, o'qigan, anglagan nisbatan. Mas'uliyatchanlik tuyg'usi. Vaqt qarashi, xizmat tartibiga rioya qilish, ilm ma'rifatning yuksalishi, sanoat inqilobi degan qo'shiq bu salikaka vaqtida ilg'ormiz ilg'or. Turmushi yaxshimi desa, turmush yaxshi. Oxiratga bo'lmasa bu haqniki, demak dunyolik ishlarni tartibga solishda xo'sh. Hammaning oldiga ketib boramiz, oldiga ketib bor. Gerçi uning dini üzgüç bo'lsin, ya'ni musulmon bo'lmasmi, bu yuqori taraflarni hurmatlash, bu taraflarni e'tirof qilish bu insonparvarlik eng oddiysi. Aslida bu musulmonning haqqi deslani. Al-hikmatu dallatul mu'min deki. Eng oddiysi. Aslida musulmon bu dunyo faqat jafoat tatiblam yashash uchun kelgan emas. Ahiretde qandaq bir yaxshilikqa, baxt saodatga erishadigan bo'lsa, ibodatlari bilan, amallari bilan, ish harakati bilan, axloqi bilan bu dunyoning ne'matlaridan bahramand bo'lish, bu dunyoni yoki o'zi yashayotgan vatanni gullantirishmi? Bu musulmonning haqqi ham majburiyati. Xo'sh. Chunki musulmonning bu dunyoga kelish mas'uliyatlarining birisi ibodat bo'lgan bo'lsa, yana bir majburiyati bu dunyoni ilahi ko'rsatmaga uyg'un asosda gullantirish, taraqqiyot, rivojlantirish. Bir yuqori bir misol oldik. Elektronlik narsani, sanoat inqilobi. Bu narsa musulmonlarning qo'li bilan ishlab chiqarilmaganligi uchun. Her birimizning qo'lida birdan telefon bo'lsa, yuqorisi $1000 dan $300 değil. 50 milyon bir nopozga nisbatan. 2 yilda bir almışıp bo'lsa, 1 yilda qancha milliard pul sirtga aqib keladi. Buna bir qarab bakaylı. Demek ularınki emgekçanlığı, icariyetçanlığı, şirketçanlığı, şirketlerin tertipsel bu turmuşdan retki sağanlığını hürmetleş gersiydi. Çünkü dinimiz buyurgan işten bizse. Bu kandağıdır, bu başkalardan artık görgenlik, eceplengenlikimiz başkalarda mevcut boğan bir faziletini itiraf kıyganlık. Aslında aç fazilet Müslüman boluşta geçtikti. Çünkü Müslümanın hayatı baştan tatip ahırgacha intizam üstü kurulgan bir hayat. En addisi kündü 5 qatam oldu keyine küçüklüğünün mayılgan namaz arkalık Müslümanın hayatı otomatik intizamı saylangan. Ama namaz kelgen çağda var, lekin şirket kelgen çağda, başka faaliyet kelgen çağda bu intizam yok. Demek bu bizdeki pasiflik. Bu pasiflik bizne bugün dünyanın en ahırgı sürüvette. Başkalar intizamçılık, tertip, tüzüm başkalarını dünyalıkta olup kalsın aldığa geldi. Xo'sh. Xo'sh, yuqorida tilg'ilib o'tganlardek vaqt masalasi haqiqatan bizlarga oid ig'ir bir tuzalmayotgan bir masala deb qarayman endi. Bu shu iymon bilan vaqtni ayirib qarashning xatiri bu qanday masala buni bir. Vaqt bu aqluşi joyda bo'lgan insonlarga nisbatan eng qimmatli narsa hisoblanadi. Belki yosh bolalar qarasa g'alati tuyulishi mumkin. Bu aldığımız vakit var, bu hem de bizde 15 kişiydik, ya ki 18-20 kişiydik, aldığımızda 80 yıl yaşap kalsak, yani 60 yıl vaktimiz var da paraz kılışı mümkün.
Ilki bu yani qanchalik yaşaya oladiganligi, o'qish imkoniyati, bilim olish imkoni qanchalik erisha oladiganligi, hozir bor salomatlik fursati, hozir qo'lga kelgan o'qish fursati bundan kelamda kelmamdi u. Xo'sh. Buni 40 yoshdan oshgan odamlar his qiladigan bir haqiqat. Belki 30 yaşkilar his qilishi mumkin. 40 yoshga borgan vaqtda oilaning mas'uliyati va boshqa turli mas'uliyatlar bilan bir narsa o'rganib olaydi, o'qib olaydi desa ishninki jiqishi bilan bu yerda fursatning qo'ldan ketib o'tganligini boshqalar qaragan bu bakrak his qiladi. Ammo ongsiz nada odamlar vaqtni bir qimmatsiz qachon bo'lib qolsa tapqinimni oldimizda taqibizdan yashaydigan sanoqsiz kunlarimiz bor deb qo'ydi. Aqli ushida odamlar vaqtni bu zaganing tarozi bo'yicha milligramni oldikani qilmoqdek darajada muomala qildi. Ammo aqlini ishlatmaganlar nadonli bo'lib qolsa soatlab zoya qiladi. Aqli bor odamlar her bir tiniqidan foydalanish uchun minutnimi, soat emas, minutnimi qo'ldan bermaydi. G'ofil odamlar bo'lib qolsa vaqt bilan hech qanday gar bo'lmaydi. Demak, bu yuqorqida vaqtga yurishtirish, musulmonning yurishtirishi munosabatlik aqlliq bilan aqlsiz arzlik bir misol. Ammo musulmonniki yurishtirishi yoki kundalik hayoti iymon doirasidan yoki iymon kategoriyasidan yoki iymonning kontrolligidan chetlagan vaqtida yoki bu musulmonniki yoki insonning qildigan ish harakatlari bu ishni qilsang bo'ladi, bu ishni qilsang bo'lmaydi. Bu ish to'g'ri yoki bu ish xato degan bir keskin qonun, tuzum doirasidan chetlagan vaqtida yoki unda bir ijtimoiy tuzum yo'l qo'yilmagan vaqtida hamma ish zoya bo'lishga boshlaydi. Biz yuqorida misol oldik. Ba'zi bir millatlarning taraqqiyoti o'zining falsafasi, o'zining ideyasi bo'yicha inson aqlininki natijasi bilan turmushini intizomga tartib solganlikda taraqqiy qildi. Bu yerda bir musulmonning hayotidan bir ijtimoiy tuzum bor. Qoida bor. Dinimiz buni qilsang to'g'ri, buni qilsang xato. Qiz bo'lmaydigan doirani aniq belgilab qo'ydi. Qiyg'in bo'ladigan doira sanoqsiz uni yechib etdi. Ma yo'ldan saqlan, qolgan yo'lda erkin mang dedi. Demak biz shu saqlan degan yo'ldan saqlansak, bizning hayotimiz ijtimoiy tuzum ko'rdi. Endi biz bu ijtimoiy tuzumga rioya qilmasak, bizning ahvolimiz qarab mangadi. Masalan, vaqt qarashini misol olaylik. Vaqt qarash bo'lmagan vaqtida ishxonaga vasun birisi yo xizmat o'rniga bo'lib qolsa, vaqtga rioya qilmasa o'zaro paranglashib vaqtni o'tkazuvdi ahvol yuz berdi. İşxanada yoki ish o'rnida demirish 10 minut, choy ichish vaqti bo'lsa 10 minutning o'rniga yarım soat yoki 1 soat o'tirib vaqtni zoya qilgan ahvol yuz berdi. Yoki ish o'rnida gazeta o'qib o'tirib boshqalarning ishini qilib bermaydigan ahvol yuz berdi. Yoki adiganda nachlikni o'yda qilmay ish o'rniga tamog'ini so'rab bir boshqalarning haqqini yeb olgan, vaqtini va haqqini yeb olgan ahvol kelib chiqdi. Yoki normalda 10 minut o'qiydigan namozni ishxonaga kelgan vaqtda yarım soatda boshqa yerda o'qimagan xushu huzurlar o'qib yarım soatda ish egasininki haqqini 20 minut o'g'laydigan ahvol kelib chiqdi. Buna o'xshash bu misollar yomon. Bu demak vaqt qarishi. Bo'lmaganlikdan, bu vaqtni mas'uliyat tuyg'usidan, iymonning ruhidan, iymonning ta'sirini ayirib etganlikdan kelib chiqayotgan illat. Bu yuqori qilmamiz illatimiz illat. Undan boshqa misol olsak, ba'zilar balkim ekranning oldida, bilgisayar, kompyuterning oldida va boshqa ekranlarni soatlab film ko'rish orqali, o'yin ko'rish orqali o'tkazib o'tadigan sanoqsiz vaqtlar menimcha yo'q emas. Xo'sh. Agar millatimiz kashlik vaqtlarda ekranning oldida o'tkazayotgan soatlar vaqtni o'zida kitobni qo'liga olgan bo'lsa, 5 yildan keyin, balkim 8 yildan keyin deyil, o'zi qanchalik bir saviyaga yo'g'on bo'ladi. Bolalar kitap o'qish qadam bosgan bo'ladi. Qandaydir bir yerda onasi telefonini, dadasi bir telefonni tutgan vaqtda bolalarni o'qib deb kitobni oldiga ochib bergan bilan qancha minut o'qiydi? Dada bilan onaning qo'lida telefon bo'lsa, qo'lida kontrol bo'lsa, qo'mondan bo'lsa, bolasi qancha minut chidaydi? Balasining uni o'ynag'isi yo'qmi, uni ko'rgisi yo'qmi? Demak, bu yerda ota-onalardagi vaqt qarashining bo'lmaganligi o'zining hayotini o'g'irlagansa, bolalarning hayotini o'g'irlaydi degan gap. Hem bir kısım yaşlar qarab bakaydı bununki misalida. Saatla popçidan da şunun o'xsha o'yinlarni o'ynab ketadigan. Instagramga şunun o'xsha ichbo'g'chilar, buzuqchilar, qalaymiqanchilar, axloqsiz ko'rinishlar chiqadigan ishlar bilan mashg'ul bo'ladigan ahvollar mavjudmi? Bu yoshlar arzida eg'ir bu illat. Halbuki dinimiz bu yoshlik vaqtni o'qig'ini bo'ladigan, ish qilg'ini bo'ladigan, harakat qilg'ini bo'ladigan bu vaqtni alayda
bunun ahamiyat bilishini tapılgan. Peygamberimiz bu vaqtda yoshlik va salomatchilikdan iborat bu vaqtni sal qarasangiz bo'lmaydi. Buni bugun o'tkazib olsang bo'lmaydi. Asli qayta kelmaydi bu qaytada. Buni g'animat bilinglar. Buni zoya qilish uchun ogohlantirgan. Ammo ahvol boshqacha. To'g'ri, ko'pincha ishlar ishlaydi. Ammo ishdan sirtqin bir vaqtlar, armaldigan vaqt bor. Xabar ko'rdigan vaqt bor. Balkim ba'zi bir nishonliq, bir o'ziga foydali, balkim tarixiy bo'lgan, ballar foydali bo'lgan ba'zi narsani ko'rish ehtiyojim bor. Lekin soatlab vaqtni zoya qilish, ilmiy hayotdan, kitob o'qish hayotini yiroqlashi bu millatni nega olib turdi? Aslida bu vaqtni minut qadar hisoblagan vaqtida bu vaqtning qimmat bebaho bir go'yarga aylandi. Yapılarda alışımızca, eğer şu rivayet doğru olan olsa, bir adam görüşeşne deyişken olsa 5 minut geçip kalsa görüşmeye gidiyor diye. Ya kabul kılmaydı diye. Hoş. Demek bu vakit karşı hürmetleşti işte. Aslında Müslümanın hayatı bu. Bir adam 10 minutta görüşebildiğin olsa 10 minut rahat kılışı bu Müslümanın vadisiydi. Bu yok. Eğer vaqt qarşı joyda bo'lib qolsa, bu dinimiz cheklangan ishdan xoli bo'lib qolsa, musulmonning butun hayoti ibodatga aylanadi. Har bir odamning o'ziga kirgan sohasi gullangan bo'ladi. Ijodat yaratilgan bo'ladi, unum qozongan bo'ladi. Xo'sh. Ilm ma'rifat yuksalgan, millatlar taraqqiy qilgan, ish harakat oldiga surgan bo'ladi. Agar vaqt qarshi bo'lmay qolsa, cho'nglarning hayotini ahamiyatsiz o'tgandek yoshlarning hayoti kerakdan chiqdi degan. Yoshlarning hayot kerakdan chiqdi demak bu millat zavolliqqa yuzlandi degan. Yana buni misol olsak, bu vaqt qimmati, vaqtninki qimmatli tuyg'usi bo'lmagan shaxsiylarda yoki shunday yurtlarda insonlarga qarasak, bu vaqtni tugmas, uzilmas mehmondorchilik o'tkazgan ahvollar mavjud. Ba'zi yerda yo'q emas bu. Uyg'urlarning orasida kunlaki oxir chiqmas ziyofatlar o'tkazib o'tadigan. Benim Xudoyim qo'sqina yerib o'tmaydi ekan bu insonlarningki. Bir aqlining haqqi yo'qmi buning? Bu ruhininki bir haqqi yo'qmi? Bu millatning haqqi yo'qmi buningda? Islomning haqqi yo'qmi? Bir insoniyatning haqqi yo'qmi buning? So'rindan so'rin kunlaki qilish. Ahamiyatsiz paranglarni o'tkazib o'tish. Yolda o'tgan kechganlarni sanab o'tirib o'tkazib o'tish. Yo'lning do'qmishiga chiqilib bir ish harakat qilmay, faoliyat qilmay, ishlamay, vaqtini zoya qilib o'tish degan o'xshash. Hatto ba'zi ziyofat so'rini olsun yoki to'y-to'ygin bo'lib qolsin, bu kishilarning vaqtini bir azroq o'ylab, kishilarning bu kelamamdi, kelamamdi, do'kon ochamdi, ochmamdi, ishlamdi, ishlamamdi. Bunaqa maslashadigan, bizga maslashadigan bir vaqtni topayli, to'y vaqtimi demay, jim kuchda to'y qildigan. Bu orqali dükkan ochgan odam to'yiga baray desa, yuzini qilib, dukkana qolgan, dukkani ochay desa xafa bo'ladi degan. Ishlagan odam ba'zi keladigan, ba'zi kelmagan. Buni o'xshash vaqt qimmat qarshi bo'lmasa, xafalık chiqmaydi nima qiladi. Bu illatmi, illatmas. Haqiqiy bir illat. Boshqalarning vaqtini o'ylamaslik, boshqalarning yarim kun, bir kunni o'tirish bu haqiqatan bir ig'ir illat. Bunu haftanın ahirde kılavasını bulduğun bir iş. Toyunu perşembe günü savab bol, cuma günü savab bol, onda gap yok. Hem bir gün Allah'ın günü. Qaysi gün imkaniyet bolsa, şarait bolsa, kişiler maskas qisi bolduğan nas. Hep Allah'ı kılaman bolsa, bunu keşke süsü bolduğan bir gap. Başkalarını oylaş lazım. Bu her bir toyda, şu vaxtıda nurgun adamın ki şu tepilganlığı, iki xil narsaning birisi xal emas. Ya jiq adam bakat elep, ish yo'q. Qachon deb qolsa, to'y o'pmas ketavergan bakatalab qo'shoni. Ya bo'lmagan bo'lsa, 100 xotir qilib dukkanni taqqiganlar, ishlaydigan bo'lsa ish o'rniga yarim kun, bir kundan voz kechganlar. Bu vaqtga zulm emasmi? Insonlarga zulm emasmi? Buni bilan sirtdagi bu to'y qilgan ba'zi soatlab tabliğ bo'lib ketadigan. Bu boshqalarning ishi bor, dukkani bor. Chiqtaydi istaqi, chiqtanmaydi. Endi bu to'yning o'zi qarta islom din mubah qilgan doirada, to'g'ri mazmun, to'g'ri shaklda bo'lib qolsa, bir nag'mada iborat bir xarakter bor. Uning rioya qilmaydigandek, rioya qilmaydigan bu xil illatlarmi, bu xil ko'rinishlarmi mavjudmi? Mavjud. Hammamiz nega ko'rib taqildi bo'lsa, vaqt ko'z qarshiga qo'yib berib taqildi. Xo'sh. Hammani o'zimizning vaqtiga o'xshash.
Balkim bizning vaqtimiz ba'zi vaqt bo'sh bo'lishi mumkin. Boshqalarning bo'sh bo'lmasligi mumkin. Ba'zi biz aldirash bo'lsak, boshqalarningki bo'sh bo'lishi mumkin. Ben ishni o'ylab ish qilish lozim. Yana ba'zi yoshlarga qarasak, telefon xumarligi, bilgisayar o'yin xumarligi sababli xiyoliy dunyoda uzayotgan, xiyoliy dunyoda kirib ketayotgan ahvollar. Bularni yurish-turishga qarasak, ya gap so'zlar qarasak, islomning ko'rsatmasidan chatnayotgan, uzoqlashayotgan, yiroqlashayotgan ahvollar mavjud. G'oyasini kimligini unutayotgan ahvollar mavjud. Demişki vaqtning qimmat qarashini bilmaganlikdan kelib chiqyapti yoshlar. Demak, bu yoshlar yurish-turishga qarasak, islomning ko'rsatmasini chatlagan bo'lsa, o'zining g'oyasini, nishonni unutgan bo'lsa, darsi chikinamdi. Dars chikindi. Xo'sh. Axloq buzildi. Yavoyi bir maxluq aylandi. Qo'lida telefonlar bo'lsa yoki bilgisayar bo'lsa, boshqa ish bilan olam o'rlab tushsimi, kari yo'q. Bir g'oya, nishon. Bu dunyoga nima uchun keldim? Bu musulmonning mas'uliyati, majburiyati bu tuyg'uni tamamen yo'qolgan bir avlod bir yerga shakllandi. Buning hammasi vaqt ko'z qarashidan keyin ota-onada va bolalarda bo'lmaganlik. To'g'ri, ota-ona balasi bilan muomala qilgan vaqtida xato gap qilsa, bolam ma gapni xato qilding, to'g'ri emasmi? Musulmondachilik yarashmaydi, axloq yarashmaydi deydi. Ammo bu telefon bilan paranglasish shu. O'yin bilan paranglasish shu. O'yinning ichiga kirib, u yerdagi mayli mushlash bo'lsin, top futbol bo'lsin, yoki biz bilan bo'lsin, yoki hikoya u bo'lsin, uni bilan paranglasish shu. U yer degan gapda qaysi gap to'g'ri, qaysi gap xato, qaysi gap halol, qaysi gap harom, uni kim nasihat qiladi? Kim tuzlaydi? Demak, bu yerda bolalarning kontrolligi yo'qolayotgan. Bolalar o'zining kimligini unutib qolayotgan. Boladek emas, jismi bor, lekin ruhi, fikri, xiyoli boshqa bir dunyoda yashayotgan. Bu xil krizisga, bu xil qiyinchilikqa bugun duch kelyapmiz. Bu reallikmi, reallik? Xo'sh. Buni hal qilishning chorasi. Hayotimizni iymonga bog'lash, vaqtimizni iymonga bog'lash, sharikatimizni, tasavvurimizni, ko'z qarashimizni hammasini iymonga bog'lash. Demak, bu yuqorqi illatlar ota-onaninki vaqt ko'z qarashini bo'lmaganligi, kundalik hayotini yoki sharikatini iymondan ayirib qaraganligi, bu bolalar bir o'qishini bir rad qilib, biz bu dunyo buning uchun ketdik. Biz manda ish qilishimiz kerak ekan, bu millatimiz uchun manda bir mas'uliyatimiz bor ekan deb. Bunda bir g'oya tiklab bo'lgan vaqtida, andin bir telefonni mukofot sifatida, andin bilgisayar bilan ilmini oshirgan, buni bilan ilm ma'rifat yo'li qadam qo'ydim, mukofot apami, to'liqsiz vaqtidan tatib bilan, to'liq vaqtidan g'oya tiklashga ilgari eng ilg'or telefonni tutqizib qo'ysak bolalarga. Endi buni kontrol qilmasak, kunda manchilik ishlatsa, manchilik ishlatmaysan. Bo'lmasa tatib olamiz yoki yug'ishtiramiz degan bundan bir kontrollik bo'lmasa, endi telefonda kim bilan ko'rishyapti, nima ko'ryapti, buning axloqi kusilmasa, ilmiy jihatga, ilmga ishlatib o'tamdi yoki o'yan ishlatib o'zining hayotini keraksiz qilib o'tamdi. Buni diqqat qilmasa, gap chiqadigan natija bor. Demak, bolalarning hayotidan tortib, ota-onaning hayotidan tortib, ijtimoiy millatning hayotidan vaqt qarish bo'lmasa, buni iymonga, mas'uliyatga bog'lanmay qolib qolsa, bo'ladigan ahvol bu. Xo'sh. Haqiqatan mushim bir tema jiddiy ko'p tilg'anish kerak bo'lgan bir tema deb qarayman. Mushu so'zlarni so'zlayotganda men ham balkim bizning Uyg'urlarning ichida maxsus bugünkidek bir internet davrida yashayotgan mazgilimizda shu Turkiyada mesela yillar burun Türkiye tunulgan bir Nuriddin Yıldız degan bir adamniki internet fiqhi degan bir qancha bo'limlik darslar va men ota-onalarga bek tavsiya qilaman. Chuqum bolalar bilan birga ko'rish kerak bo'lgan bir bo'limlar, bir qancha bo'lim. Bu masala haqiqatan bütün hayatımızın her bir sahələrini egallagan bir mavzu. Ben Uyg'urlarning ichida maxsusda hozirgacha internet fiqhi, bütün mayda telefon, kompyuter ishlatish barliq sohalarni o'z ichiga olgan shaklda dars so'zlagan dars nimasi bor. Buni tavsiya qilmamdi. Hamda shu boshqalarning ma'naviy haqlarini o'zining qilib olish masalasi bunun biraz bir qilib tugatgan bo'lsak. Bir musulmonga nisbatan boshqalarning huquqi daxl tarjiga yetkazish yoki boshqalarning haqqini o'zining qilib olish musulmonlik eng og'ir illatlardan birisi hisoblandi. Bu yerda
boshqalarning o'zminni o'zidan qilib bilish yoki boshqalarning dukkanini kiralab turgan bo'lsa uni uyining dukkanning egisiz kira berib o'tish havo puli buni bana qilib deganga o'xshab bu moddiy haqlar haqqa to'xtaladi. Lekin ma'naviy haq boshqalarning ma'naviy. Ya'ni ko'plagan kishilar diqqat qilmaydigan buni haq huquqdan qatoridan bu mas'uliyati va ishlab qaramaydigan bir ma'naviy huquqlardan to'xtalamiz. Masalan, bir inson birga burun kelganlikdan erisha oladigan bir huquq bor. Xo'sh. Kim burun kelgan bo'lsa, birinchi qatordan o'rin oladigan. Masalan, doktorxonada. Bo'ldi. Kim burun kelgan bo'lsa, shuningki dastlab ko'rinish haqqi bor. Yoki bir insonning bir fuqaro bo'lish e'tibori bilan bir jamiyatda, bir millatda, bir davlat erishilgan huquqi bor. Yoki davlat insonlarniki ishlarini osonlashtirish uchun qo'ygan ijtimoiy tuzum bor. Buningga bo'ysunish orqali erishilgan huquqlar. Buni hammasi ma'naviy huquqlar deydi. Xo'sh. Ammo afsuski bu yuqori ma'naviy huquqlar ko'plagan kishilar tarafından e'tibor qilinmaydi. Ya'ni bu huquq masalasi, haq masalasi boshqalarniki haqqi deb qaralmaydi. Qandaqdir bu huquqlarni tatib olsa, yoki o'zidan qilib olsa, xud gunohkor bo'lmaydigandek tuyg'u yashayotgan ahvollar yo'q emas. Masalan, kishining hayotiga qarab baksa, bozorga qarab bakaylik. Yoki doktorxonadagi muomalasiga, yoki avtobusga chiqishga, avtobus minish deydi, yoki mashina haydash degan qo'shib bu ishlarga qarasak, bir navbatga rioya qilish, tartibga rioya qilish, mashina ishlari olib qaz, qatnash qozi rioya qilish degandek bundaq ishlar yo'q hisobda. Demak, bu yer rioya qilmasa boshqalarning huquqi men daxl ta'ruz qilyapman deydigan tuyg'u yo'q daxl. Xo'sh. Bu huquqlarga tajovuz qilsa, normal ishdak. Qarab, masalan, biz yo'lda ketib berib, uning oldiga kirib olgan bo'lsa, qata 50 odam o'chira saqlab olsa, birisi o'ttirg'il kirib olsa, boshqalarning haqqini yeb oldim deydigan bir tuyg'u bo'lmasa. Bu qanday? Amaliyat boshqalarning haqqini yeb oldimiz, vaqtini yeb oldimiz, vaqtini yeb oldik. Boshqalarning bundan mo'yim ishi bo'lishi mumkin. Agar bir istisnoi bir holat bo'lgan bo'lsa, istisnoi bir ruxsat bo'lgan bo'lsa, u ayrim bir holat. Masalan, ba'zi bir doktorlarda bor. 100 TL to'lagan odam navbat bilan keldi, 500 TL to'lagan bo'lib qolsa, oldini qataga surildi deydiganga o'xshash, hammadan biladigan ish bo'lib qolsa, u ayrim bir holat. Chunki har bir odam o'zining ahvoli qarta. Lekin normal holatda madam davlat o'rinlashtirgan qonun tuzum foydalangan yerda bu oldi kayni kirib olish, o'zining kuchiga tayinib oldiga o'tib olish, yoki boshqalarning haqqini olib olish bu insofsizlik. Ya'ni bugun qator qarasak, bugungi kunda saxtalik bilan, parxo'rlik bilan yoki munosabatning yaqinligi bilan, yoki yuz obro'y degan o'xshash bu ishlar bilan boshqalarning haqqini olib olgan. Boshqalarning vaqtini zayi qilib o'tadigan bunday ahvollarmi yo'q emasmi? Masalan, misol qilaylik. Bir uy sotilmoqchi, 1 millionga yaraydi. Buni orichidan bizni yoki vosita bo'lgan baholaydigan odamdan bitta kelib 1 million yaraydigan 3 millionga yaraydi deb yozdi olsa. Shariatning hukmida nima to'g'ri bo'ladi bu ish? Aldamchilik. Aldamchilik bo'lsa saxtipazlik bu. Endi maxsus ma'mur xodimni qishig'i bo'lsa 1000 TL olsin yoki 500 TL olsin deydi bir ish qilib turdi. O'lcham bo'yicha qiladi. Buni chaqirtib ekilib 20 ming TL'ni berib, 5 ming TL'ni berib lan 1 millionga yaraydigan 2 million yozib bersang bo'ladi deb yozdirsa, ash ma'mur xodim bergan 5 ming TL, 10 ming, 20 ming parxo'rlik kirmdi? Albatta, kiradi. Bu diqqat qiladigan temalar bu. Bu ommaning huquqi, ommaninki ijtimoiy huquqi, ma'naviy huquqlarga rioya qilish lozim. Bu moddiy huquqning dal o'ziga tushadi. Ammo afsuski musulmonlar buningga aloqasi yo'q. Xuddi ba'zilarning nazarida biz yashayotgan bu jamiyat boshqa bir jamiyatda. Boshqa jamiyat bo'lsin, bo'lmasin, buningga rioya qilish lozim. Chunki boshqalarning haq masalasi bor. Ijtimoiy huquq yoki ommaviy huquqqa chaqirish bo'lmaydi. Shariatimiz chekilgan doira kirmaydiganlar bo'lib qolsa, boshqalarning huquq, mayli moddiy huquq bo'lsin, mayli ma'naviy huquq bo'lsin, uningga chaqirishga bo'lmaydi. Endi bu intizomchanlik masalasida yoki ommaviy adab axloq rioya qilish masalasida va boshqalarning haq huquqlariga rioya qilish masalasida o'lchamga yarasha, iymon yarasha ish qilgan ahvollar bak aziyib ketyapti.
Meyli ammiyo adab axloq bo'lsin, meyli intizomchanlik bo'lsin, boshqa huquq bo'lib qolsin, buni rioya qilmaydigan. Bo'z keyingi so'zadigan, bo'z yug'ishtirib o'tadigan, bo'z yo'q qilib o'tadigan bunday ahvollar avjanmoqda. Masalan, biz olsak, bir yo'lninki, bir mashinasini yo'lning o'ttirisi to'xtatib do'sti bilan paranglashib olgan bir ishga bo'ladi. Buning natijasi keyinda necha mashina ma'nmaydigan. Boshqalarning haqqiga jiddiy birisi doktorxonaga ketayotgan bo'lsa, jiddiy birisining ishi bo'lgan bo'lsa deydi. Mayli ishi bo'lsin, bo'lmasin, ommaninki huquqi bo'lgan yo'lda onasining mulkiga o'xshaydi, o'ttirsa to'xtatib qo'yish, boshqalarning huquqi tajovuz qilganlik. Enin kendi qatnash qoidalarida ma yo'l kirsang bo'lmaydi deb ochiq belgi tursa, ta'tir mana boshqalarning qatnashini egiz pas qilish, bundan boshqalarningki huquqiga bumi tajovuz qilganlik, zulm qilganlikning qatorida. Yana bunun qatorida misol olsak, qizil chiroq yali var ba'zi do'qmishlar. Bu yer piyodaning yo'li ayrim. Piyodaning yo'li ayrimda shu yerdan mangmay, yo'l do'qmishning o'ttirisidan kesib mangadigan ahvollar mavjud. Kichik bolalardan ko'rildi, cho'ngildan ko'rildi. Xo'sh. To'g'ri, ba'zilar bu urilib ketmasin deb o'ngdan soldan kelgan bir az yavaşlaydi. Ammo bu yerda qatnash qoidasini bir odamning do'qmish kirib olgan sababdan necha mashinaning harakatini qalaymagan qilgan, boshqalarning vaqtini o'g'irlaydigan bu illat mavjud emas. Bu qizil chiroq bo'lganda ekan, buning rioya qilsa, yeşil chiroq vaqtida mangsa, piyodaning yo'lda mangsa, hamma intizomda mangsa, bu musulmonga yarashadigan ish. Bu yer piyodami, manga odam o'zining haqqiga erishgan bo'ladi. Mashina manga odami o'zining vaqtdan iborat haqqiga erishgan bo'ldi. Birisi, ya'ni birisiga vaqtida zulm qilmagan bo'ldi. Shu bu yerda mayli shariat kepillik qilgan aniq hujjatlik masala bo'lsin, mayli umumning manfaati uchun chiqarilgan dinimizga taqoshmaydigan, dinimizning ko'rsatib taqoshmaydigan ijtimoiy qonun tuzum bo'lsin, buning rioya qilish bo'lmaydi. Bu orqali insonlarningki moddiy huquqi bo'lsin yoki ma'naviy huquqi bo'lsin qo'g'dash intayin zo'r. Chunki boshqalarning huquqi, mayli moddiy huquq bo'lsin, ma'naviy huquq bo'lsin, u chaqalash gunoh hisoblanadi, harom hisoblanadi. Chunki Qur'on Karim bu vaqtda "Vala ta'tadu innalloha la yuhibbul mu'tadin." Tajovuz qilmanglar, zulm qilmanglar, boshqalarning haqqiga daxl tarz yetkazmanglar dedi. Demak, bu yerda ma'naviy huquqlarni ashdan qatoriga kiramdi o'tsin. Shundan bu boshqalarning moddiy huquqi yoki ma'naviy huquq daxl tarz yetkazgan inson kim bo'lishidan qat'iy nazar, zulm uchirgan tarafni rozi qilmay qolib qolsa, buning qilgan tavbasini qabul emas dedi payg'ambarimiz. Mening so'zim emas bu, payg'ambarimiz so'zi. Bir odam boshqalarga zulm qildi, ya moddiy jihatdan zulm qildi yoki ma'naviy jihatdan zulm qildi. Xo'sh. Uning roziligini elib olmay qolib qolsa, bu tavba qilib qolsa, zolim tavbasini qabul emas dedi. Allah bilan banda orasidagi ishlar oson hal bo'lgan bilan tavba bilan, lekin inson bilan inson orasidagi munosabat, aloqa shu odamni rozi qilmoqcha, rozi qilmoqchi bu şey olmaydi. Bizning payg'ambarimiz deydi: "Men kanat indahu madlama." Kim bir qanday zulm qilgan bo'lsa, yoki uningga obro'yiga chaqilgan bo'lsa, g'aybat qildi, shikoyat qildi, tuhmat qildi, yoki pulni olib oldi, yoki yuzini to'kib etdi, yoki uningga haqqini surib etdi degan o'xshash. Qiyomat kuni kelishdan ilgari u kishini rozi qilib olsin. Gapni deb oldim degan bilan tugamaydi. Hajab buni boplab etdim degan bilan bo'lmaydi. Qo'ymichilik qildim degan tugamaydi. Qiyomat kuni kelishdan ilgari masalani hal qilib olsin. U kuni kelgancha birdigan qo'lingda hech narsa yo'q, rozi qilaysan. U kuni kelgancha hisob bor. Sen birdigan narsang bo'lmagan ekan, u odamni rozi qilishing chardi sening qilgan yaxshiliging, o'qigan namozing, ro'zang, zakoting bo'lgan bo'lsa, hammani savobini odamga olib berdi. Boshqa nimani rozi qilsa dedi. Qo'lingda bor imkoniyatning hammasi, yaxshilik ta'vaning hammasi berildi. Agar sening yaxshiliging yetmasa, eskiligingdan, nacharligingdan, tuhmatxo'r, kazzobligingdan boshqa zulm qilganliging yetmay qolib qolsa, o odamning xatolik bo'lib qolsa, sen yuklandi dedi. Bu payg'ambarimizning so'zi. Demak, bu yerda boshqalarning huquqiga ma'naviy haq bo'lib qolsa, bunga sal qaragan vaqtida bu ish insonni dunyoda ziyonga, oxiratda ziyon uchratadigan xatarlik ishlarning qatorida hisoblanadi. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Hakikaten Allah saqlasin bu darajada muflis bo'lgan haqiqiy gadoy bo'lib Allohning oldiga berib qilishdan. Hakikaten qadrli ko'rmalarimiz, bugungi temamiz intayin muhim, jamiyatimizdagi nurg'ullarimiz bilib bilmay diqqat qilmayotgan, sal qarayotgan,
qarab baqaylı İslamımızın bütün her qandaq bir sahasiga shunchalik mayli moddiy bo'lsin, ma'naviy bo'lsin, naqadar inchga nazarda qaraydiganligi bugungi zamonimizdagi nurg'un misollar bilan tushuntirildi. Haqiqatan diqqat qilishga tegishli masala. Allah subhanahu wa ta'ala to'g'ri tushuncha ato qilib barliq harakatlarimizni uning diniga loyiq shaklda mengishga tushirishga muyassar qilsin deb tilaymiz. Allah subhanahu wa ta'ala ömür berse aldığımızdaki hafta o'xshash soatda boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.